ko'pchilik tomonidan savol tushgan, sizni klinikangizda mana kateter qo'yish orqali davolash usuli bor ekan. Bu nima degan savolga bir oydinlik kiritib o'tamiz. Ko'zni shunaqa kasalliklari borki, bu to'r parda va ko'ruv nervini faoliyatini buzilishi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar. Ya'ni hech qanday shamollashsiz yoki shamollashdan keyin yoki qandaydir boshqa jarohatlardan keyin ko'zni o'shanaqa ko'ruv nervi va to'r pardani shikastlanishiga olib keladigan kasalliklardan keyin ko'ruv nervida va to'r pardada hayotiy faoliyat buziladi. Ya'ni distrofik kasalliklar deymiz biza, qon tomir kasalliklari deymiz. Undan tashqari yallig'lanish kasalliklaridan keyin o'sha ko'zda bo'ladigan, ko'ruv nervida va to'r pardada bo'ladigan distrofik jarayonlarni davom etishi. Shu holatlar albatta shu shamollash o'stri, ya'ni o'tkir holat kelib o'tib ketishi bilan to'xtamaydi, ya'ni ular yana davom etaveradi. Bu albatta ko'rishni xiralashishiga olib boraveradi. Mana shunaqa holatlarga qaysi kasalliklar kiradi? Bular albatta glaukoma kasalligi birinchi navbatda. Keyin to'r pardani turli tug'ma orttirilgan distrofik kasalliklari. Bundan tashqari o'sha har xil yallig'lanish kasalliklari tufayli, ko'ruv nervi va to'r parda yallig'lanish kasalliklari tufayli kelib chiqadigan ko'ruv nervi atrofiyasi, qisman atrofiyasi, to'r pardani turli distrofiyalari, posttrombotik distrofiya bo'lishi mumkin, diabetdan keyingi distrofiyalar bo'lishi mumkin. Qarilik makula distrofiyasi degan kasallik bor, shuni quruq shakli bo'lishi mumkin. Va har xil mana jarohatlardan keyin to'r pardada va ko'ruv nervida yuzaga keladigan mana shunaqa holatlar. O'shalarda mana to'r pardani va ko'ruv nervini qon aylanishini yaxshilash maqsadida, u yerdagi moddalar almashinuvini yaxshilash maqsadida aynan shu mahalliy sohaga, to'r parda va ko'ruv nervi joylashgan joyiga maxsus kateter qo'yiladi va o'sha joyni o'ziga kerakli bo'ladigan zaruriy dori vositalarini jo'natish nazarda tutiladi. Retrobulbar kateterizatsiya metodi deyilganda. Ya'ni vena orqali emas yoki chakka teri orqali emas, ko'zi atrofini qandaydir parabulbar inyeksiya deymiz, unaqa emasda, aynan ko'ruv nervi va to'r parda joylashgan joyga zaruriy dori vositalarini yetkazib berish maqsadida qo'llaniladi. Buni yana biz tushuntiramizki, bemorlarga bu ko'zni reanimatsiyasi ham deyiladi. Ya'ni mana bilamizki, reanimatsiya bu jonlantirish bo'limi. Bemor murojaat qilsa, bemor tushib qolsa, uni tezda davolash uchun darrov angiokard qo'yiladi venasiga. Ya'ni shu hadeb venani teshib yurmaslik maqsadida turli kerakli bo'lgan dori vositalarini tezda jo'natish va tez yordam berish uchun qilinadigan bu usul hisoblanadi. Xuddi shuni biza retrobulbar sohaga kateter qo'yish orqali retrobulbar kateterizatsiya deyiladi va ko'zni og'ir holatlari, ostri holatlari, ya'ni o'tkir holatlarda ham, masalan, to'r parda markaziy arteriyasi trombozi degan ko'zi insult holatlari bor. O'sha holatlarda yoki shunga o'xshagan boshqa shoshilinch holatlarda ham ko'z reanimatsiyasi maqsadida bu qo'llaniladi va juda yaxshi samara beradi. Ya'ni o'sha hadeb ko'zi atrofini teshmasdan yoki ko'zi o'ziga ukol qilmasdan uni bitta kateter qo'yib qo'yiladi va shu orqali dori vositalari har 2 soatda jo'natib turiladi. Buni albatta effekti juda samarali bo'ladi. Nima uchun? Bu ilmiy jihatdan ham isbotlangan. Ya'ni ko'zni ichidagi o'sha ko'z ichi suyuqligida ma'lum moddani konsentratsiyasini ushlab turish uchun u har 2 soatda uni to'ldirib turish nazarda tutiladi. Bu albatta butun dunyo oftalmologlarning ishlarida ham o'z aksini topgan. Shu orqali biza juda ko'pchilik kasalliklarni shu metod bilan davolaymiz va bu orqali ko'zini holatini tiklagan, o'z ko'rishini qaytarib olgan bemorlarimiz, minnatdor bemorlarimiz juda ko'p. Mana shunga o'xshagan yangi yo'nalishlar yoki davolash usullari haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun bizni kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying va biz bu haqida tez-tez sizlar bilan bo'lishib turamiz.